$55 ming 3 xonali kottejimiz tayyor bo'ldi. Bu yerda ikkita 3 xonaligimiz bor. Hosillikni ko'rsataman. 80 kvadratga tushgan bu 3 xonali uyimiz. Bu yerda kalitka eshigidan kiramiz. Kirganimizda oshxonamiz botdi. Shunaqa studiyaning ko'rinishida. Bu yerda chap qo'limizda ikkinchi qavatga ko'tariladigan zinamiz. Bu yerda sanuzulimiz botdi. Bu yerda uyimizning zal qismi. Bu yerda zal. Havolanish uchun, yorilish uchun mana shu joylarimiz bor. Eshikni ochib qo'ysanglar, mana shunaqa joylarda havolanib turadi, yorilish tushib turadi xonamizga. Bu yerda yana bitta sanuzulimiz, unitazi, bu yerda duxkontrolli kotyollarimiz shu yerda joylashtirilgan. Bu yerda ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda chap qo'limizda bitta xonamiz botdi. Bu yerda bitta xonamiz, chepli polda bilan siydi uyimiz va bu yerda yana bitta xonamiz botdi. O'zini tashqari qaragan oynalari bilan. Mana shu 3 xonali kottejimiz narxiga arziydi-mi yo'qmi, o'zingizlarning fikringizni kommentariyada qoldiringlar. Aloqa uchun pastdagi raqamlarga telefon qilsanglar, chiroyli narxlarda kelishtirib qilib beramiz.